Sani bloklab efiringda Dinani tashlayapsan. blokka tiqqanim uchun sen Dinaga telefon sekin gapir, Nozik, Dinaga sen telefon sekin qilib gapir. eshit bo'lmasam, eshit. Sekin gapir. Sani efiringda men bu Dina emas deganing uchun men blokka tiqib yuborganim uchun nima bo'ldi? Janjal kattalashib ketdimi? Endi sani efiringga men kelyapman. Bir kun kirmay qo'ydim. Senga salom alaykum qilyapman-da, uni tushirib yuboryapman-da, senga gapim bor edi. Shuni tushirib yubordim. Bitta narsa aytayda. Men sen bilan efirni o'chirishni o'rniga to'xta Nozik, sanam sani ham men bilan xafa bo'lmayotgan joyi yo'q. Menga danat qilib yurganini bilib turib, shu bilan kelishmayotganimni bilib turib, sen yomonlik qilib, sen to'xta Nozik, sanam xafa bo'lma, besam xafa bo'lmasin deb efirni o'chirib yuborishni o'rniga. Nimaga blok qilib tashlayapsan? Masalan, efiringga birovni blok qilmayman-ku. Qutoqlaringizni yeb qo'yay, akajon, voy xafa bo'lmang, mana ochdim deb borib qutoqni uqalab yorsan, men san dugonangman, Потому что menga u hech narsa qilgani yo'q. O'tirimiz gaplashib. Хорошо, что menga padarka urib qo'ygan joyi yo'q uni. Padarka urib qo'ymasa senga mendan foyda, jalab, men uraman padarkani. Eshit. Biz senga padarka urib bergan paytda yaxshi edi. Biz menga aloqasi yo'q. Menga hech kim emas u. Menga padarka kelib meni efirimdagi odamni bloklab tashlayapsan. Haqqini olgan Liboy. Sen bloklab tashlayapsan meni efirimdagi odamni. Men uni rasmini berganman Liboydan. Birinchidan. Ikkinchidan menga padarka urib osmonni, dunyoni urmagan, senga qarshi urib bergan 2 marta. Boshqa urmagan. 2 marta normal padishka qilgan meni, tamom. Hop, urdim. Sen o'sha payt efirni o'chirishni o'rniga nima qilyapsan? Bizdeki, voy anay bo'ldi-da, bunda efirni o'chirib tashlay, ikkomiz ham xafa bo'lmaymiz. Shuni o'chirib tashlaysan, bo'ldi, 1 soatdan keyin, yarim soatdan keyin sen shuni bloklamay, menga aytsang ham bo'lardi-ku, o'zim o'chirardim-ku. Sani dugonangman, onangizga sani deb dahoya erkakdan chopib yubora olaman. Lekin sen uyingni eshak siktirib jalabsan. Bitta qutoq uchun meni zo'rsan, Nozik. Просто, jalab, men senga yana aytyapman. Men sen uchun qutoqni chopib yuboraman. Men senga aytyapman. Men baqira olmayman. Bolalarim yonimda uxlayapti. Tani xafa qilgan zo'rsan, Nozik. Tiqib tashlaganimni bilasan, ko't. Bo'ldi, sen zo'rsan. Sen zo'rsan, bo'ldimi? Qutoqqa o'sha Sendan zo'r o'lsin. Sen zo'rsan, sen number 1 san, bo'ldimi? Tizzalab kechirim bo'ldimi? Sen zo'rsan. Kechirim zo'r o'lsin. Qutog'imni yebsan. Sendan zo'r o'lsin. Qo'limni o'pib kechirim so'ra. Qo'lingga qutog'im. Pashol naxuy. Qo'limni o'pib kechirim so'ra. Bo'ldi, sen zo'rsan. Bo'ldimi? Amingni qiz saybal boshimga og'ritib yubording, bolalarim uxlayapti. Kechirim so'ra. Akam keldi. O aka, assalomu alaykum. Bu onangizga meni efirimda turib, u aka ko'rganini qarab isqirtdi birdan. Voy, bu akam keldi. Turbun tashab o'tirdi. Legenda, number 1 legenda keldi. Va tog'am, assalomu alaykum, qalaysiz? Tog'amni ko'rmaganimga ham bor-ku, bir qish bo'ldi, bir qish. Tog'ajonim. Kechirim so'ra, isqirt. Bu akam number 1. Kechirim so'ra. Blokdan ochsin meni. Ochadi. Kechirim so'ra, ochaman. Nima kechirim so'rashim kerak? Sen meni so'kasan, sen kechirim so'raymanmi? Bo'pti, dugosh xafa bo'lma. Men sen dugonangman, dugosh xafa bo'lma. Bo'ldi, jon, xafa bo'lma. Bo'ldi, jon, xafa bo'lma. Aminga. Yo'q, uning o'tmaydi. Chista kechirim so'ra. Jon, bo'ldi. Hech kim bilan urushgim kelmayapti. O'z настроением yo'q. Sardor qo'y. Ha, kechirim so'ra, mendan nima qilibdi? Chista so'ra. Neto pastopkadamisan, chista kechirim so'ra. Ro'za. Ha, bo'ldi, xafa bo'lma, jon. Kechir. Vo'an. Bo'ldi. Kechirdim, Alloh uchun. Yana bir marta shunaqa qaytarib. Egilgan boshi qilich kesmas, mayli. U ro'zada bir-birini xafa qilmaylik, bo'ldi, kechir. Kimnidir ko'nglini og'ritib qo'ygan bo'lsam, shu yerda mana hammangdan kechirim so'rayman. Seni xunuk basharangda borki, keskani qilich ham o'tmaydi. O'chirya vazini. Tinchlikmi dedi. Ay, sen to'g'risini ering bilan sikishgan payting kallangga qop yedirib sikaydimi yo salafanmi? Yo'q, Sardor, bu tabiiy chiroyli, bu harommi? Tabiiy chiroyli bu. Qanday qiz oldi, tabiiy chiroyli. Sen hozir xafa qilyapsan, Sardor, meni. Yig'layman hozir. Bu tabiiy chiroyli, bu shallaqida, prosta. Ikkita shallaq kelisholmayapmiz. Shuning uchun. Podpiska tasha. Bo'ldimi mana? Yarashdinglar? Yarashdik, Sardor. Mana yarashib olaylik. Lekinlaring ham yaxshi qilsalar hazillashaman. Bizda yomonimiz yo'q o'zi. Hammamiz yaxshi odammiz.
Rahmat-ku. Ayam yaxshi qiz, ayam yaxshi qiz. Prosta paxotkasi uncha yoqmaydi menga. Voy harom, kechagida figurasi oyoqchalari chiroyli ekan deyotgandi. Harom. Endi paxotkas deydi. Harom. Kechagida oyoqlaring chiroyli ekan, voy deyotganding-ku. Figurang chiroyli. Ya, buni kallasiga qarang. deding. Yoshi katta deysiz-ku, buni kallasiga paket kiygizib qo'yish kerak, Sardor. Ha, shunday aytyapman. Yo bo'lmasam banaga Lekin bu tabiiy chiroyli, bu haromini men o'zim ko'rganman-da, tabiiy bu harom. ikkalariz ko'rishgan. Do'stim rahmat, do'stim Zafarbek assalomu alaykum. Biz ikkomiz anunda gaplashgan paytim men buni tabiiy ko'rganman. Tabiiy chiroyli lekin. Efirda shunaqa katta ko'rinar boshqa, lekin baribir uni Qoraqalpoq qozoqqa tortadi-da, tiniq chiroyli bu haromi. Mana aytyapti Sardor. Roshni man Dubayga chaqir. Yalang'och ko'rganman, cho'milib chiqqanda. Men ham bitta yalang'och ko'ray, jonim. Pizdes yalang'och cho'milganini Nima ko'rganman. qilay, vibratorchamni olib tayyor turaymi? Endi unday WhatsAppga qarab turmayman, birinchi bo'lmayman-da men. Dubayga uchishing kerak. Dubayga tushim kerak, zudlik bilan. Bu menga aytgan bir marta настроением yo'q dedim. Esingdami Sardor? Biletingni olib kelgin yoki ana polностью aylantiraman. Tug'ilgan kundan oldin aytganman, chaqirib. Keyin ana faqat uyda yotaverasanmi bolalaring bilan siqilib. Aylantiraman. Nega bilan bugun gaplashdim. Qani u nima kirmayapti TikTokka? Nega o'sha aytdim-man, kir desam, profilimga kira olmayman dedi. Ana bir marta ochib kirdim, ichida pulini yecha olmabdi. Bir Sardor akadan bitta profil olib berishim kerak. Nega ham lekin tarang ekan Sardor. Nega chiroyli qiz. Yosh-ku endi yo nega? Nega bilan u meni birinchi muhabbatim-ku u qiz. Ha, eski videosini ham ko'rganman, kichkina payti tushgan. Mashinani oldida ana kliplar, videolar olganlaringmi? Sardor. Ya, sen bilmaysan, eskidan bilamiz biz negichani. 5 yil oldin, birinchi 5 yil oldinmi, 4 yil oldin ko'rganman qizcha. Kranni ustida qarab o'tirardik. Nega chiroyli, zo'r qiz. Xarakteri ham yaxshi. Mashina oldi u Sardor. Uyayotgan ekan ertaga. Qanday mashina oldi? Anaqa. Nima edi? To'g'risini ayt. Gucci Mamaroza bo'lganmi yo'qmi? Men bilmayman, meni aralashtirmagan. Men ishim yo'q. Men qayerdan bilaman? Bor yo'qalaydi vaqtcha, g'iybatchi jalab. Yo'qotishdim. Buyini ami, tush qochajini haqiqat desang, begolatda somsalar hammasini Toshkentga yig'ib turib, onasiga odamlarga qo'shib bergan. Mamaroza bo'lgan. Men bilmayman. Ishim yo'q. O'tag'im sen ham shuni qo'lda ishlagansan. Qutog'ini yebsan, o'zi 2 marta Toshkentga borganman. Yibamisan? Umrimda 2 marta Toshkentga tug'ilgan kunga borganman. Birinchi bittasida Rashid ustida yozishga borganman. Nima deyapsan? O'shani ish bilan yotdim o'sha yerda 15 kun. Uni qo'lda ishlagan Sardor. Gandon. Nanosh ham qo'lida ishlagan. Mendan so'rab. Ha, qara. Sen menda Ruscha bilasan-ku, ana Chinor hammaga urib, qizlarni siqib yuribman debdi-ku odamlarga. Kimga aytgan? O'zbek qizlarini qaysisiga ko'pirgan bo'lsam, chaqirib siqqanman debdi. Ana artist qizchani ham chiqdi. Qaysi qiz? Unisini bilmayman-u. O'zbek qizlarini debdi, qaysisiga ko'pirgan bo'lsam, siqqanman. Artist qaysi? Zinnurmi? Yo'q. Men bilmayman o'zbek artist kimligini. Zinnur o'zi o'tiradi. Efirda borib berib keldim, iPhone olib keldim, buncha pul olib keldim deb. Yaxshilab miniyat qilib berdim, iPhone olib berdi dedi-ku. Voy onang. Bizlar shu mana Sardor 13 bo'ladi bizga shu. Bizlar shu hech kimga bormasak ham, boshqa qilmasak tinchgina, zato bola chaqamiz yonida. Mayli. Rossiyaga boryaptimi qizlar? Borib kelyapti. Voy, Shahi 2 marta borib keldi-ku. 10 ming, 20 ming dollar olib keldi. Onangiz. Shu uchun ham katta gapirdi-da. Shahi 2 marta borib keldi oldiga. Onangni sikab, kimi o'zbek qizlarini sikabman deydi. Isqir. Nima debdi? Lo'la bilan. O'sha kuni hayron qoldim. U onasi jalab dedim.
O'sha kuni dedim tojikistonlik qizchaga ham kelib bitta kapika urmadi onangni sikay dedim. U dedim zinachi dedim. Kimga padishka qilayotgan bo'lsa qandaydir manfaat bo'yicha qilyapti ekan dedim. O'zimda bildimda. Bo'lmasam hech bo'lmasa o'zi bo'lmasam hech bo'lmasa o'sha kun tojik qizchaga kelib padishka qilish kerak edi qilmadi ehsonda. O'sha qiz uy oldimikin Sardor? Uyga pul tushmabdi. Tushmaganmi? Men ham hayron qoldim. 50 necha ming dollar deganga voy deb birdan yarim soat, 1 soatda ne может быть-da u? Men o'yladim, kartasiga taylab yubordi deb o'yladim, kartasiga ham taylamagan ekan. O'zim taylab berdim kartasiga o'sha pul tushibdi. Ona endi sizga isqirt odam ekanda u, Noziya opa, isqirt odam ekan u. Harrom odam ekanda, to'g'risi. Qaysi qizga katta urib berib Qizlarni qilib yurar ekan. Sardor, lekin bizlarni efirga, meni efirimga kirmagan. Sen bilan o'tirganda Oqilov urgan, masalan, sen bilan o'ynaganimiz qizlar. Oqilov hayotda onasiga birov bilan ishi yo'q odam. Kiradi Liboyga soladi. Yo'q, urganda, lekin Chinor menga urmagan. Ana shu Chinor. Menga ham urmaydi, boshqalarga urmaydi-ku, kimni efirga urgan bo'lsa bil. Sikib yurganman, sikkanman. O'sha bo'ldi. Kimga urgan bo'lsam, hammasini sikkanman dedimmi? Bo'ldi, hammasini sikib taylagan ekan boshda. O'zlari keladi debdi, yozadi debdi. Katta gapiribdi. Mayli, boshqa gaplardan gapiringlarchi. Atak nimaga menga urmaydi katta sovg'ani? Chunki men Amerikadaman-da, bilib oladi-da, qachon kelasiz? Hadichaga Men Rossiyaga bo'lganda hozir menga ko'p urardi. Hadichaga urdi deydi. Endi Hadicha ham kecha urgan bo'lsa, o'zi 2 kundan keyin Rossiyaga urinmay 1-2 kunga aylanib keladi. Yo'q. Omizlab yuruvdi-ku, u baland o'zi kiyib yuribdi ekan-ku O'zbekistonga. Omizlab yuruvdi-ku bir kun efirda. Qaysi om bo'sh deb. Chomligini, onasini ishlasini bilmay qoldim men. Mayli-da, qizlar jo'li, ehtiyot qaranglar, padarkani urdiringlar. Orqalaringdan sassiq gap gapirgan qo'ymanglar-da, shuni blokka tiqinglar, bo'ldi ko'tagasizga. Boshqa payt boshqa Chinor keladi. Albatta, kallalang ishlamaydi-da, inangiz sikay. Menga qilsa-da shunday. Nozixon, siz shu stressiz, siz Amerikadasiz, siz bularga tushmaysiz, sizni biladi-ku, kelmaydi u hayotda. Yo'q, katta padarkani uryaptimi, demak chiq deyaptimi? Bo'pti jonim deysizlar-da. Shuni blokka tiqib qo'yasizlar. Boshqa Chinor har kuni Chinor tug'iladi TikTokda. Kallalarni ishlating. Lekin действительно onasi jalab yaxshi ish qilmayapti, men uni onasini sikaman bir to'g'ri kelsa menga. Nima qildi u? O'sha payti meni qoshimda oldirib, telefonlarimni sindirib, Lo'liga podpiska qildi. Lo'li bechora ham ashuni deb sindi bechora ham. Onasi olmay kirdi Lo'li ham. U ham och qoldi. Bu omlarga urib yuribdi, u ham och qoldi. Tushunma bu. Lekin bor o'sha sotmay. Ot o'tag'i. Sardor, o'shani Lo'li bor-ku, yama harom bo'lar ekan. Boshqa paytda, Chinor yo'q paytda kelib tortib, o'qilib, efirga kirib, batl o'ynaydi. O'sha tursa, sen batl o'ynamaysan shartdan, ne bor, ko'zini yo'qolib qoldi. Eshit. O'sha dadasi bir oyda bir marta kiraman ochib efirni, o'shanda ochadi, boshqa payt efir ham ocha olmaydi. Hech kim badishga. Onasi olmay kirib turibdi. Prosta yo padarkasini olsin, donatorga yaxshi gapirsin, padarkasini olsin. Voy, onasining o'zidan ketib qolish bu yomon narsa-da. Tez ketib qoladi. Nozi o'zidan menga degan tortib olib turib, "Sen shart qila olmaysan. Gapirsang xafa ham bo'ladi. Sen shart qila olmaysan. Sen yo'qligini qiladi, xafa bo'ladi." Non-ko'ru. Voy, o'sha payt Sardor eslaysizmi, qarang. Shunday sizga ularni trakda chidaydim. Multik bilan o'ynadingiz, sizga ularnida Sardor bizlarni ham ko'tar, bunday bir men ham ishlay dedi. Siz kirdingiz, balasini, qizini ko'rsatdi, bilsangiz, eslaysiz, ha? Shu o'yin. Qizchasini ko'rsatdi, yotuvdi, uxlab yotuvdi. O'g'lini ko'rsatdi, bu meni o'g'lim, bu meni qizim. Keyin Sardor aytdiki, ko'rsatmang aka dedi. O'sha payt qo'ying aka efirda ko'rsatmang, mayli shiringina ekan dedi. Bo'lla padishkadaman deb o'shandan keyin rost so'ng aktiv yig'ib berdi. O'sha payt biz yozdik, Sardor, hali bu ham
boshlaydi hali boshlaydiganmiz. Qo'yinglar, ko'ringlar, qaranglar, bolalar bilan o'zi bunaqa joyga yashayotgan tomlardan otib yuribdi deb yaxshilik qildi. Haligi kuchuk egasini qopadigan to'ppa to'g'rida onangizga g'ib etib qopdi-da efirda. Chaqirmaydi Dubayga bu pidaras, borib qattagilarni chaqiradi. Dubaylarga chaqirib, moshinlarga o'tkazib, tuz berib, eshiklar ochib. Aktiv bermash kerak. Nonko'rlik qildimi, o'zi qilardi. O'sha payt qilmash kerak edi o'zi. Ma'lum edi u. Rosa efirda o'tirdik. Qilmay bularga dedik. Dedi, hamma Sardorga yozdi, kep dedi, shunga qilasanmi? Bu ertaga ko'rasan bu qanaqaligini dedi. Qo'yinglar, o'zi tepalardan o'tyapti o'zini. Balalar bor ekan, shirin pul ishlasin deb yaxshi gapirib, mana nima bo'ldi, oxiri chichib ketdi. Sardor kichkina bolalarni ko'rsatdi. Endi u bolani jajdasi nimaga? Bu bularni bayrog'ini ko'tarib chiqqaniga nedirki bizning bayrog'ini ko'tarib, voy, O'zbekistonliklar hammani bayrog'ini ko'tarib chiqqan. Sizlar o'ylamanglar. Qozog'istonnikini ham ko'targan, hamma joyda ko'targan. Gap ikkita davlatni urushtirdi bu. Ikkita davlatga haligi na prinsiplik qildi bu ataylabdan.